Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz Google tablitsa bo'ladi va men sizlarga mana уже 2 oydan beri yetkazib bera olmayotgan mavzuyimni bugun mana videosini boshladim. Ya'ni tovar yetkazib beruvchi bilan hisob-kitobni avtomatlashtirish. Bu aslida pullik xizmat, ko'pida pullik xizmat qilinadi. Kelinglar shuni YouTube'da boshidan qilamiz. Noldan to tayyor bo'lishiga davr. Etap-etap qilsanglar, o'zingizlarga moslab qila olasizlar degan umiddaman. Demak, birinchi listimiz bu ma'lumotlarni kiritadigan list bo'ladi. Va bu listimizda bizda tartib raqam bo'ladi, sana, mahsulot yetkazib beruvchi, endi поставщик qisqa yozaylik. Keyin bizda shunaqa holat qilaylikki, bitta поставщик bilan ikki xil valyutada hisob-kitob olib borishni ko'rib chiqaylik. Sal kengroq bo'ladi va qisqasini o'zingizlar qilib olasizlar. Kengrog'ini hozir videoda ko'rib chiqsak, qisqa variantini o'zingizlarga moslab olaverasizlar degan umiddaman. Xo'p, bizda valyuta bor demak, valyutadan keyin endi mana mahsulotni nomini ham yozaylik. Nechta olganimiz, qaysi narxdan. Endi bu yerda summa so'mda. Tak, summa dollarda. Bizda albatta to'lov ham bo'ladi. To'lovimiz ham so'm va dollarda. Mana uni olib qo'yib o'zgartirib qo'ysak ham bo'laveradi. Sraz bu yerda qarzdorlikni ham chiqarib qo'yamiz. Birlamchi ko'rish uchun meni nazarimda bu qulaylik beradi. Tak. Yana nima bor? Izoh. Albatta izoh. O'zimizga kerakli ma'lumotlarni yozamiz. Xo'sh. Bezagini keyin beramiz. Funksiyada srazu avtomat raqamni qo'yib ketaylik. Agar formula yozyapman, uzr, formulani aytib ketay. Tartib raqamga formula yozamiz. O'zi avtomat tartib raqam qo'yib ketsin, biz vaqtimiz olmasin. Barobar если aytyapmizki, agar sana katagi, yonimizdagi sana katagi teng bo'lsa bo'shliqqa, unda bizga bo'shliqni chiqarib ber deymiz. Agar bo'shliqqa teng bo'lmasa, unda stroka, ya'ni stroka funksiyasi bu ko'rsatgan ссылкani, yacheykani nechinchi o'rinda turganini chiqarib beradi. Ya'ni men yerda o'zini A4 deb beryapman, 4 raqamini chiqarib beradi. Bundan ayrimiz yana stroka funksiyasi va endi tepadagi katagini belgilab, buni F4 knopkasida, mana $2 qatirib olamiz. Shunda funksiyamiz pastga tushgan sari A4, A5 bo'ladi, A3, A3ligicha qoladi. Shunda 5 dan 3 ta ayriymiz, 2 bo'ladi. Естественно, 4 dan 3 ta esa 1 va hokazo. Endi bunimizni biz deylik mana mingta ekan, mingtagacha tortib qo'yamiz. Ma'qul. Sana ustunimizga sana yozamiz. Поставщикlarga endi bu yerda поставщикni, ya'ni tovar yetkazib beruvchini, hadya beruvchini yozsak,
bir xil tovar yetkazib beruvchi bizda 2-3 xil va undan ko'p marotaba har xil usulda yozilish ehtimoli juda katta. Shuning uchun biz list qo'shamiz. Bu обязательно spravочник deymiz. Va spravочникka biz поставщикlar deymiz. Поставщик. Telefon nomeri. Yana nima qo'shishimiz mumkin? Поставщикka yana misol uchun kontaktное лицо deydimi? Nima? Shunday yozib qo'yaylik, o'zi endi o'zbekchaga periodga kallam ishlamay qoldi. Ya'ni bizda bu yerda deylik tezkor xizmat MCC bo'lsa, telefon raqami 91 603 82 20 bo'ladi va kontaktное лицо bu Shahbozbek. Mana shu bola orqali Shahbozbek shu odam orqali bu kompaniya bilan bog'lanish mumkin degan ma'noda bildiradi. Xuddi shunaqa qilib поставщикlarni bu yoqqa yozib boramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni bu yerga keltirib yuboramiz o'zimizga qulay va kerakli ma'lumotlarni bu yoqqa yozib yuboramiz. Endi biz ma'lumotlarga o'tib, поставщикka раскрывающий список, ya'ni haligi bossa pastga ro'yxat chiqadigan qilishimiz kerak. Bu mana sichqonchani o'ng tomonini bosib, раскрывающийся спискni bosdim. Bu yerda biz mana kriteriyadan aytamizki, раскрывающийся список из диапазона deymiz. Mana diapazonni tanlaymiz endi. Bunday qilib, ona oxirini 1000 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Buni qatirib qo'yamiz. Afsuski, Google Sheet'da F4 knopkasini mana yerda qabul qilmaydi bular. Qo'lingda yoz deydi. Deb tashlasak. Endi mana yerda раскрывающий спискdan, расширенный настройкаdan menga mana bu chip formati yoqmaydi. Mana bunaqasi. Shuni men strelka qilib qo'yaman. Sizlarga yoqsa chip qilinglar yoki обычный tekst qilinglar, o'zingizlar bilasizlar. Готово. Mana endi qo'shilganini qo'shilaveradi. Hozir buni ikkinchi qilib berdik. Mana chiqdi. Chiqaveradi. Xo'p, endi buni polni pastga tushirishimiz kerak. Ctrl Shift pastga strelka va Ctrl D. Ma'qul. Valyutamizda ham ikki xil valyuta bor bizda hozircha. Bunga ham biz pravila qilamizda. Bittasi USD, ikkinchisi so'm. Birinchi so'm qilaylik. Ikkinchisi USD. Rangini o'zimizga yoqqan, masalan, so'mda sal havorangroq, dollarda yashilroq. Расширенные настройки, стрелки готово. Ma'qul. Mana yerdan mana sichqonchani olib borib, qo'l chiqadi. Qo'lga aytamiz, shu cho'paydi deymizda. 3 ta yig'ib qo'yamiz. Shunda jadvalimiz o'zgarmaydi. Xo'p, mahsulot nomiga ham kelinglar выпадающий список qilamiz. Uning uchun yana spravочникka o'tib, deylik kontaktное лицо va 2 3 4. Nimadan? Mahsulot nomi boshqaloqma uzr. Mahsulot nomi va hokazo qo'shimcha ma'lumotlar ham bersak bo'laveradi. Mahsulot 1, mahsulot 2 va hokazo. To'g'rilab olasizlar. Endi полный ro'yxatni belgilab olamiz. Ustunda вставить раскрывающийся список из диапазона. Diapazonni belgilaymiz. Spravочник mana uni yo'qotib
harfdan oldin dollar qo'yamiz. Harf bilan raqamni orasiga, bu yerga harfdan oldin. Okey. Расширенные настройки, стрелки. Готово. Mana chiqyapti hammasi. Soni, narxi, bu bizga ustunlarimiz nima deydi? Числовой formatda bo'ladi. Qarzdorlik mana, ha? Va bo'lganda ham kelinglar qarzdorlikni belgilamasdan biz aytamiz числовой formatga o'tib другие форматы чисел bizda red bo'lish kerak, minuslar. Onu belgilab bu kerak emas. Bu bunday bo'lsin. Применить. Endi go'zallashtiramiz. Sana tartib raqam. On ikki, 13, 14 qilaylik. Bu kerak emas. Tak, pastda mushukda kengroq qilamiz. Narx to'lov qarzdorlikni ham kengroq qilamiz. Bular o'zi keng bo'ladi hozir. Va bu yerda belgilab turib, kelinglar oxirgacha chizib olaylik. Minggacha takoy ko'rimsizroq liniyaga qilib olamiz. Mana bizni ikkitali liniyamiz yo'qolib qoldi. Yana boshqatdan. Mana xo'p. Jadval sal kichikroqlik ko'rmaydi. Ustunda bezagi men endi ko'proq mana rangda bu to'q ekan. Mana rangda ishlataman. Xo'p, yana nima kerak bizga? Промежуточный итогlar. Bu yerda biz buni bularni va bularni qilib kengaytiramiz. Yana 14 jирный qilamiz. Числовой formati bizda hozir mana belgilaganimiz red. Jadvalimiz bu. Va bularni endi yarki yashil qilib nima deysizlar? Yoqmasa o'zingizlarga yoqqan usulni bemalol bo'yab olasizlar. Промежуточный итог deymiz. Va 109 ni tanlaymiz. Skritlardan ham ko'rinsin deb. Hoppa, mana. Oxirgisini olib tashlasak bugun butun boshli anaqani belgilaydi. Ustunda o'z ichiga qamrab oladi. Копировать и ставить специально только формулу. Ma'qul, ma'qul, ma'qul. Endi izoh kengroq qo'yamiz. Bittikda ustunlarda qoldirib qo'yib, qolganini o'chirib yuboramiz. Xo'p, endi bunday qilamiz. A4 dan N gacha belgilab 1000 gacha. Bu yerga ставить условное форматирование qilamiz. Va juda men boshqacha ish qildimmi? To'g'ri, nima qilardi hozir? Hop, alt sтрел slash условное форматирование. Mana. Biz aytamiz, mana shu diapazonda содержит formula deymiz. Mana boshqa formula va bu yerda barobar is formula. A4 mana formula bo'lsa bizda bunday bir sal seriy bo'lib qolsin, bilinib tursin formula borligi va jирный qilib qo'yamiz. Ana
Ma'qul. Ma'qul. Xo'p. O'rta qilamiz buni. Sana ham o'rta qilib qo'ysak, sanalarni formatini ham sana qilib yuboraylik. Data. Xo'sh, biz endi bu yerlarga bemalol ma'lumotlar kiritib chiqarsak bo'ladi. Endi formulasini yozaylik. Kelinglar. Biz formulasini deylikki summa o'zga. Formulasi borlardi. Men mana bunaqa yana bitta ustozim bor. O'rgatib qo'ygan. Formulasi bor ustunlarni belgilab qo'y deb. Kelinglar, shularni belgilab qo'yamiz. Men qizil bilan belgilab qo'yapman. Endi sariqqa qanaqa rang yarashar ekan? To'qmi? Ya bo'laveradi, ko'zda olar ekan. Mayli, qizil olsin. Albatta rang tanlash o'zingizlarga barobar. Aytamiz, agar bizda sanamiz oldiga albatta dollar pastga siljisin deymiz. Bo'sh bo'lsa, unda bizda ham bo'sh bo'lsin. Aks holda yana если endi valyutani tekshiramiz. Valyutamiz dek qilib barobar qo'shtirnoqni ichida so'm yozyapmizmi? So'm bo'lsa sonini narxiga ko'paytir deymiz. Va buni dollar qilaylik. Esdan chiqmasin do'stlar. Ko'paytir. Aks holda 0. Enter. Mana formula bor. Array qilib o'tirmayman. Biz hamma katayda formula bor yo'qligini bilishimiz shart. Xo'p. Formula bo'lmay qolsa o'zi oppoqqina bo'lib qoladi. Endi xuddi shunaqa dollarga. Shunday bunday olamiz biz. Qayta yozib o'tiramizmi? Faqat mana bu yerda z ni olib tashab qo'shib qo'yamiz. Ma'qul. To'lov minus qilamiz, qarzdorlik. Qarzdorlikka endi biz funksiya yozishimiz kerakki, imminni mashi qatorda o'zi hisoblash kerak. Ya'ni agar yana kelinglar mana shuni ma'no olib agar sana bo'sh bo'lsa, bo'sh bo'lsin bizda ham deyapmiz. Endi yana если yozamiz. Если valyuta dollar bo'lsa, dollarga teng bo'lsa, so'mga teng bo'lsa, bizda so'm если deymiz endi. So'm если min aytamiz. Ustuni ya'ni tovar olgan summalar. Xo'p, bizga pastavshik bo'lish kerak. Pastavshik to'g'ri kelish kerak pastavshik bilan. Ya'ni yana o'chirib yuborsak, butun ustun belgilanadi. Buni belgilab turib F4 knopkasini bosamiz. Bu kim bilan teng bo'lsin desa, buning ichida nimani istaydi desak, mana bunani izlaymiz. Xo'p, albatta dollarlarni o'z vaqtiga, o'z joyiga qo'yishimiz shart. Valyutasini ham albatta har bitta klient bir necha valyuta bilan ishlash ehtimoli bor bizning premyerimizda.
valyutani tanlaymiz. Funksiyani tushunmayotgan bo'lsangiz, funksiyani tushuntiraman. Birinchi biz sana bo'shmasligini tekshiryapmiz. Ikkinchi sana bo'sh bo'ladimi, bo'sh bo'lmaydimi? Ikkinchi etapga o'tmaydi. Agar bo'sh bo'lsa, ikkinchi etapga o'tmaydi, sirasi bo'sh bo'lib qoladi mana. Mana. Agar sana bo'sh bo'lsa, demak bizga ham bo'sh chiqarib beradi, bo'ldi. Mana ikkinchi etapga o'tmaydi. Agar bo'sh bo'lmasa, ikkinchi etapga o'tadi. Ikkinchi etapda biz D4 ya'ni valyutani so'mligini tekshiryapmiz. So'm bo'lsa, mana funksiyamizga o'tadi. Hozir qolganini yozaman. So'm bo'lmasa, unda oxirgi funksiyani bajaradi deymiz. Xo'p, bu valyutani biz belgiladik. Endi tartib raqamini olamiz. Bu bizga kakras ID bo'lib xizmat qiladi. Nimaga deysizlar? Biz bugungacha bo'lgan savdosini olishimiz kerak va bugunga teng bo'lgan. Ya'ni bunday qilib A'ni belgilaymizda qo'shtir nuqta ochamiz. Aytamiz. Kichkina yoki teng bo'lsin deyapmiz-da, ampersand belgisi bilan mana tartib raqamni beramiz. Aytamiz, endi bu yig'ib kelib beradi mana yerdan. Jami shu kungacha, shu tartib raqamgacha va shu tartib raqam bo'lgan kungacha bo'lgan barcha savdolarni yig'ib keladi. Bunday qilsam, menimcha formula ham sizlarga tushunarli bo'lsa kerak. Ayriymiz. Endi nimani ayriymiz? To'lovni ayriymiz. Yana xuddi shu funksiya. Men qo'yib turib, endi h emas j ustunda. Inglizchamikan? Ha. So'mda to'langan ustunda olamiz. Olganda ham xuddi shu. Ya'ni mana bu belgi bu A4dagi tartib raqamdan kichkina va shu tartib raqamga teng bo'lsin deyapmiz. Oldinga o'tib ketib qolmaslik uchun shuni beryapmiz. Bo'ldi endi. Bu funksiyamizni yopamiz. Bu agar valyutamiz so'm bo'lsa shunaqa bo'ladi. Aks holda 0 beradi. Yopdik. Yes'ni 2 marta yopishimiz kerak. Bismillah. Enter'ni bosamiz. Ana, uni pastga bunday. Hoppa desam, yonida yo'q. Ctrl D bilan cho'zib yuboramiz va xuddi shu formulani olib dollarga qo'yib yuboramizda. Faqat bu yerda mana uni o'chirib D da chaqiramiz bu yoqqa. Ana. Va bu yerda h da o'rniga, h da o'rniga i inglizcha i va bu yerda j da o'rniga k. Xo'p, ma'lumotlarni ham to'ldirdik deylik. Endi har bitta klient bo'yicha qanday akt sverka qilamiz? Har bittasini filtr qilib, itogosini nimadan ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Bu mana ish jarayonini yozib ketayotganda sirasi ko'rib olish uchun xolos bu qarzdorlikni ko'rsatayotganim. Biz akt sverka listini sozdать qilaylikda. Yoki solishtirma dalolatnoma deysizlarmi? To'g'ri olasizlar-da. Endi tasavvur qilinglar, mana yerda jadval qilamiz. Klient nomini tanlaysiz. Davr boshi, davr oxirini tanlaysiz. Mana so'mda qarzdorlik, dollarda qarzdorlik va jami shu davrda bo'lgan anaqani chiqarib beradi. Nima deydi? Ma'lumotni chiqarib beradi. Azizlar, kelinglar, mana jadvalimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchida deylik, bizda jadval bo'ladi. Jadvalimizni nima qilsak bo'lar ekan? Klient nomini yozish shartmi, shart emasmi?
shart emas deylik. Demak biz primerni hozir bu yerda klient nomini berib qo'ysak, bu yerda boshini qo'yamiz. Hop 7, 8 lardan boshlaymiz. Tartib raqam. Xo'sh. Borada valyuta bor edi bizda. Endi yetkazib beruvchini qilmaymiz, sanasi kerak. Mahsulot nomi, soni, narxi, keyin nereden ko'chirib qo'ysam-chi, o'tiraman yozib. Ana. Buni mana значение qilib qo'ydim. Qanday? Copyright qilgandan keyin qo'yayotganda Ctrl Shift V deb bosdim. Ya'ni Ctrl V emas, Ctrl Shift V deb bosdim. Xo'p, bu jadvalimiz menimcha bo'ladi shekilli. Shunday qilsak, to'g'rilaymiz. Mana bu yoqqa tushib, yana qo'shib yuborsak bo'laveradi. To'g'rilab, buni pastga yetkazadigan qilaylik. 14 ta butun listda bunisini to'g'rilaymiz. Masalan, bunisini. Xo'sh. Bu Times New Roman qilamiz. Chiroyli ko'rinadi. Endi tak. Formula qo'ysak-da, mana copyright qilib beraylik. İşimizni osonlashtiraylik. Tayyor bor. Bu 8, bu ham 8, bu 7. Xo'p, endi bu yerga query zapros qilamiz. Nariyadan bir nechta ma'lumotlarni alohida tortib kelamiz. Deylik, bu yerga выпадающий список qilamiz. Qanchalik qilaylik? Yetadi menimcha 4 tasichi. Mana pastdagilar katta edi-yu. Xo'p. Bu yerda sichqonchasiz ham ishlasa bo'lar ekan. Ya'ni alt bilan mana slash mana belgini qo'ysak, alt slash qo'ysak, mana menyu chiqadi va bu yerda bizga kerakli komandani yozsak, shu chiqarib beryapti. Xo'p, endi bizda davr boshi bo'ladi. Davr boshi va davr oxiri. Bu sana formati. Bu yerda поставщик. Bergan выпадающий список qilamiz, ya'ni раскрывающийся список deb. Так, diapazon spravочникda bor. Mana berib turib, tashab. Mayaqqa mana ingliz tiliga o'tib dollarlarda bearmon qo'yib tashlaymiz. Расширенный стрелка готова. Ikkiosini formatini data qildimmi? Xo'p, bularni tanlaymiz. Shoshilmaylik. Mana bu yerga промежуточный итог umumiyligini ko'rsa yaxshi-da. Bo'lyapti.
число minus qani red 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 black. Hop, mana qilib oldik. Buni ham berdik. Yana o'sha stil. Sizlarga yoqadimi, yoqmaydimi? Lekin shu stilni men ishlatyapman. Bir-ikki marta qilib ko'rib, bemalol o'zgartirib yuborsanglar ham bo'laveradi. Keyinlar buni chiroyliroq rangi. Menga mana bunaqa torg'uz rangi yoqadi. Chiroylikda menga bilmadim endi yoqadi shunaqa. Xo'p. Bularni bunday belgilaylik. Shunaqa bo'lsin. Xo'sh, yana nima? Mahsulot nomi uzunroq bo'ladi. Sana sal kattaroq. Valyutani tortib olib keladi dedim. Query zaпрос qilamiz. Buni bunday qilib type romance seriya qilamiz. Baribir buni yozishmaydi. Nima yerda mana rangini menga yoqqan rangdan qilamiz. Jadvalda berib shunday qilib qo'ysak. Xo'sh. Video yozdik. Query'ni boshlaymiz. Hop. Nimadan boshlaymiz? Bu yerda bitta query bo'lmaydi. Query bu funksiya, zaпрос funksiyasi SQL ma'lumotlar bazasi dasturiga o'xshash, shuning bilan почти bir xilroq zaprosi bor, yengilroq. Select, ya'ni выбрать, tanlab olish. Bir nechta query zapros qilamiz. Nima uchun? Biz har bitta valyutani alohida zapros qilamiz. Balkim buni yaxshiroq bilganlar osonroq yo'lini ham topishi mumkin. Men endi o'zim bilganimcha sizlar bilan bo'lishib, mana kengaytirib olaylik. Query'ni chaqirdik. Endi buni ichiga 2-3 ta query yozamiz. Uni albatta 2-3 ta query'ni biz figurniy skobkani ichiga yozamiz. Xo'p, nima deymiz? Birinchi bizni query'miz mana ma'lumotlardan A4dan boshlab olamiz. Bizi o'zi jadvalimiz tayyor bor-ku. A4dan N gacha. Hoppa. Tochka virgul va mana endi SQL ketyapti. Bizga nima ustunlar kerak? Bizga valyuta ustuni kerak, ya'ni D ustuni. To'g'rimi? Xo'p, virgul bilan aytamiz endi sana kerak. B ustun ekan mana. Keyingi anaqada bizda valyuta sana mahsulot nomi bor. Ya'ni Y ustuni kerak ekan. F ustuni soni.
narxini ko'rsatuvdimikin? Ko'rsatibman. Voy. Narxi bizda Xo'p, narxi bizda G ekan, keyin H'ni olib kelamiz va bir nechta yana ustunlar olib kelishimiz kerak ekan. Chunki bir-biriga ulab olishimiz kerak. G, H. Xo'p, bizda mana bu yoqqacha hozir tortib kelyapti. Nimaga tortmayapti? Agar biz buni o'chirib yuborib, bitta qilsak, menimcha tortadi. Nega tortmading? Sen yaramas, nega tortmading? Hop. Davom ettiraveraylikchi. Summa so'm bo'lgandan keyin bizga virtualniy tablitsa qilyapsiz endi hisobda. Bizga yana ustunlar kerak. Mana qaranglar. Bu yerda mana so'm, to'lov so'm, dollar, to'lov so'm, to'lov dollar turibdi. Shu uchosini to'g'ri tortib olmaymiz. Nimaga desanglar, biz bitta sanaga itogini yig'ib kelishimiz kerak har bitta klienti bo'yicha. Va shunda biz bu yerda buni birinchi zaprosda nimada? Mana shunday enterni bosamizda, figurni skopga ochib query deymiz. Skopga ochamiz. Bu yerda bizda birinchi queryda virtualniy ustunlar qo'yamiz, ya'ni summa USD uchun 0. Keyin deylik 1, keyin 2. Endi hozir 1 bilan 2 ni o'zini qoldirsak, bizga 1 chiqarib beradi. Shuning uchun 1 dan 1 ni ayirib olamiz, 2 dan 2 ni ayirib olamiz. Va aytamiz, where deymizda d ustun faqat so'mga teng bo'lsin deymiz. Qo'sh tirnoqning ichida, Excel'da qo'sh tirnoqning ichida tekstni yozgan bo'lsak, bu yerda bittalik qo'sh tirnoqda yozamiz ekan, azizlar. Va aytamizki, sanasi ham bo'sh bo'lmaslik kerak. Sana bizda qaysinda? Sana bo'sh bo'lmaslik kerak. B'dami? B'da ekan. Sana va kelinglar, sana demaylikda valyutani deylik. Aytamiz, valyutamiz G ustunida bizda. G ustuni is not null. Endi nuqta virgul qilamizda, xuddi shunaqa zaproslardan bir nechta qilinadi. Bunisi hozir buni chiqardik, summani dollar bo'ladi. Bunisi to'lovga so'mga va bunisi to'lov dollar bo'lsa, figurni skopkani bunday yopib virgul qilamiz. Endi mana ichini to'g'irlab qo'yamiz. Почти hammasi bir xil ketadi. Faqat bizda уже mana H o'rniga keyingi summa USD bo'ladi. Ya'ni 0 mana bu nima deydi? Virtualniy. Mana virtualniy deb bu yoqqa olib o'tishimiz kerak 0 ni. Va bu yerga endi H dan keyin I harfi kelar ekan. Va bu yerda biz dollarni chaqiramiz endi. Uzr, endi chalkashtirib yubordim. Oxirida menimcha tushunsanglar kerak. Tushunmasanglar videoda to'xtatib ko'raverasizlar. Har yangi ko'rganinglarda
kommentariy yozib. Xo'p, biz summa 100 summa so'mda chiqardik. Summa dollarda chiqardik. Endi to'lovlarni chiqaramiz kerak. Bu ham so'm qolaveradi. Buni dollar qilamiz. Shunaqa ketyaptimi? Ketma-ketlik. Shunaqa ketyapti. Endi bu yerda biz buni chaqirdik. Endi qaranglar, bu yerda bizda o'sha 0ligicha qoladi. Bu yerda bizda 1 minus 1 qoladi va buni o'rniga endi bizda keyingi ustun J'mi? J'da to'lovimiz bor. Nari jadvalimizda aytmoqchiman, ma'lumotlar ichida. Va bu yerda ham mana bu yana 0 qoladi. Bu yana 1 qoladi. 1 minus 1 qoladi. Bu 2 minus 2 qolib, mana manoni endi kmi? K ekan. Bu nima bo'lyapti azizlar? Mana 0, 1 minus 1, 2 minus 2 nima bu? Bu o'ylab to'qilgan ustunlar qo'shimcha. Shularning o'rniga biz mana birinchi dollardagi jami sotib olingan mahsulotlarda dollardagi ko'rinishda olib keldik. Keyingisida to'lovlarimizni so'mda olib keldik. Keyingisida to'lovlarni dollarda olib keldik. Shu uchov ustunni o'rniga qo'yib tashlayapmiz. Nimaga birdaniga olib chiqib bo'lmaydi? Birdaniga olib chiqsak, bitta sanaga bir nechtasini o'tkiza olmaymiz. Bitta sanada ishlar bo'lsa, ish bo'lgan bo'lsa, hammasini bitta sanaga tiqa olmaymiz. O'shuning uchun men shunaqa qildim. Balkim boshqa yo'li bordir. Xo'p, Xo'p, mana bizda hamma query'larni yopdik. Endi umumiy selectga kelamiz. Endi bularni hammasidan vыбрать qilamiz, aytamiz. Endi bu yerda harf ketmaydi. Bu yerda kolonna 1, kolonna 2 deb ketishimiz kerak. Xo'p, bizga kolonna 1 kerak. Kolon 2 kerak. Kolon 3 kerak. Kolon 4 kerak. 9 ekan. Shunday olamiz. Bunday yo'q. Besh. 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta 9 ta ustun tanladik va aytamiz. Mana shu yerda ham qolganlarni ham katta qilib chiroyliroq ko'rinadi. Xo'sh, aytamiz. Kolon 2 bizda valyuta ekan bu. Pustoy bo'lmasin deymiz. Now va endi mana filtrga keldik. Filtrga kelishga keldik-ku, klientning nomini berib o'tib ketmoqmiz azizlar. Xo'p, klientning nomi bizda qaysinda edi? S'damidi? Endi bosib turaylik, xato bo'lsa. S'da ekan. Xo'p, bizda DBY bo'ldi. DBY. B bilan Y orasiga S'ni urib yuborishimiz kerak ekan. D bilan DBY. D mana bu yerga mana bunday kopirovat qilib aytamiz. S ustunini qo'sh deymiz. Va bu yerda естественно kolonna 9 emas, kolonna 10 bo'lar ekan. Tak. Endi aytamiz.
1 2 3 kolon 3 teng bo'lsin. Endi mana bu katayni berishimiz kerak. S1da. Bu yerda selectda ссылка katayni ссылка qilib ko'rsatish biroz boshqacharoq ekan. Ya'ni Excelda dv ссылка ishlatganga o'xshabroq ekan. Avvalambor hozir nima edi? Bittalik qo'shtirnoq ochamiz. Keyin uni ichiga уже ikkitalik qo'shtirnoq aytamiz. Uni ichiga endi probel qo'yib, чтобы ko'rinish uchun mana bunaqa ampersand belgisini qo'yamiz va keyin уже S1 qilamiz. Ana shunda biz katayni bergan bo'lamiz ekan. Mana shunaqa bir nozik talablari bor ekan bu Google Sheet'da. Va endi sanalarimiz ham bor, to'g'rimi? Kolonna 2 da. Birda hisoblamaylar mana bunda tartib raqam ketadi. Endi kolon 2 aytamiz endi bu yerda sanani jicha boshqacharoq qilishimiz kerak. Ya'ni sana Google Sheet'ga biza oddiy sanamizni sal boshqacharoq formatda ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni amerikanskiy yil, oy, kun qilib. Mana uni ham pastga tushirib qo'yaylik. Har bitta end alohida ko'rinsa chiroyli bo'ladi. Nima deymiz? Kolon 2 birinchi davr boshini kerak. Demak, bu katta bo'lsin yoki teng bo'lsin deymizda. Endi biz shu dataligini aytib olishimiz kerak. Bunda ham mana bittalik qo'shtirnoq, keyin ikkitalik qo'shtirnoq, keyin ampersandlar va endi mana funksiya yozamiz. Ya'ni text ruschaga o'tkazib olamiz. Text i1 yil berishimiz kerak. Funksiyani yopdik. Ampersand belgisini qo'ydik. Yana endi nariginga berishimiz kerak. Faqatgina buni mana tarafga va bu 2 bo'ladi. Endi order sortirovka qilib olishimiz kerak-ku. Sana bo'yicha sortirovka qilib olsak, ko'rinishi ham qulay bo'ladi. Sana bo'yicha, keyin valyuta bo'yicha sortirovka qilib yubordik. Endi bunisini yopdik va bizga zagolovkalar yo'q. Menimcha o'zi ishlash kerak. Ishlamasa hozir kavlab chiqamiz-da. Bismillahirrohmanirrohim. Netda aniq deyapti. Albatta, MCJ bo'yicha 1-yanvardan 31-yanvargacha deymiz. Xo'p, endi ma'lumotlarga to'ldiramiz. Ma'lumotlarni taxminan to'ldirdim va bitta xatolikni topdim. Xo'p, qanaqa? Mana to'lovni qildim, dollarda ham, so'mda ham. Tabletka xususiy korxona nomida 18-mayda 25-iyunda. Aktyorkada chiqarmayapti-da shu narsa. Nima ekan deb tursam, manoni J qilish kerak edi. Mana manoni K qilish kerak edi. Bismillah. Mana hamma to'langanlar ham chiqdi. Endi mana yerga chiroyli qilib qarzdorlikni ko'rsatadigan bo'lsak, xo'p, mana bitta ustun qo'shamiz ekan. Xo'sh, mana buni belgilaymiz. Объединенный qilamiz. Buni объединенный qilamiz. Keyin buni va buni. Buni ham ekan, uzr. Bu birinchi so'm kelyaptimi? Hop. Bu so'm, bu USD. Bu davr oxiriga qoldik.
Son qilamiz. Mana bu. Demaydi bizda ko'k edi, bu qizil edi, ko'k yashil edi. Mana holat edi. Bu rangini katta qilib bo'yaydi. Afsus. Shunday qilamiz ekan. Bunday qilsa bo'ladi aytgancha bu yerda. Pipetgan olib hayır. Yana shu men sevgan. Lineyga yana buni serik qilamiz. Xo'sh, endi bularni bo'yashimiz kerak. Uslubni formatirованиеga boramiz. Xo'p, va formula olib kelishimiz kerak. Aytamiz, sum если ma'lumotlardan biz aytamizki, mana bu osing deymiz. 4. Buni o'chirib yuboramiz. S deymiz. Filtrdan olmayapman. Bir yo'l filtrni olib tashlayman. Olmadi, hal qildik-ku. Xo'p, bu yerga hozir endi klient bo'yicha hammasini tortib kelishimiz kerak va davr boshigacha bo'lgan hammasini tortib ayirishimiz kerak. Ikkita sum если qilamiz ekan. Sum если общий olingan tovarlar ro'yxati. Keyin to'g'irlab beraman. Manga teng bo'lsin deyman. F4 qatirdik. Valyutasini olib kelamiz. Sanasini endi. Sana bizda endi kichkina bo'lish kerak-da. Mana undan kichkina bo'lish kerak. Qo'sh tirnoq belgisi F4 qilamiz. Qavsni yopamiz. Mana S edi. Xato bo'ldi chunki nimagadir shu kompyuterim kerak paytda
inceliklar. Buni bunday qildik. Endi ayrimimizmi? Katta xolam ayriydi. So'm yeslimin. Endi to'lagan pullarini ayirishimiz kerak. Mana bunani shunday olib, uzun manovi nima qilmasam bo'lsa kerak, chunki so'mni uzdi tanlayapman. Mana olib tashlaylik. Kelinglar, o'zim shu yoqmayapti. Xato bo'lsa yana boshqa joyga qo'yib ko'ramiz. Xo'p, hashni o'rniga endi to'liq J. Nima bo'ldi bunga? Nima anaqa? Jinnili qilyapti kompyuterim. Xo'p, tabletga 00 mi deyman? Mana holatgacha 00 bo'ladi. Xo'sh. Olamiz. Davr oxiriga ham qo'yamiz. Faqat endi buni mana bunaqa teng bo'lsin deymiz. Двойка, rебят, двойка. Chiqdi. Xuddi shunday endi dollarda olsak, bismillah. Dollarimiz bizda hashda bo'lsa I bilan K. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerda? Qaranglar, to'lovimiz 58 million bo'lyapti so'mda. Lekin tovarda 34 million olganmiz. Ya'ni biz 24 million ortiqcha to'laganmiz. Bu qizil bo'lmaydi-da, qora qoladi va yashil qilib qo'yamiz, to bizda ortiqcha to'lovimiz borligini ko'rsatish uchun. Formatini to'g'rilab qo'yaylik. Mana emas, endi oddiy chislo qilamizmi? Hop. Teskariga qilamiz, red. Mana buni faqat mana olamiz. Shunda olamizda X qilib oldiga qo'yamiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Nollarni ham ko'rsatmaydigan qilib olishimiz kerak. Oxirida qo'yib nollar endi mana ko'rinmaydi. Xuddi shu bularda ham. Format. Bunda mana oddiy red ishlatamiz. Ana sal chiroyliroq bo'ldi. Buni endi bo'yaymiz. Slovni formatirovание qilib. Tak. Xo'p, 0 dan past bo'lsa yashil, 0 dan tepa bo'lsa qizil bo'lishi kerak. Bo'lishi deymizdan 0 dan bu katta bo'lsa arbuzning rangimiz bor va tsveti bordoviy bo'lsin. To'q bo'lsin. Ana.
okey, yana bitta english deymiz. 0 yashil, ham to'q yashil. Okey. Ana. Va buni formatini endi bekordan qilibmiz. Mayli, buni olib tashlaveramiz. Oddiy chislo qilib qo'ysak ham o'zi menimcha yetadi. Ha, 0 ni olmabmiz. Ortiqchalarini ham ko'rsatib turibdi. Deylik 1-aprel 24-holatga bilmoqchi bo'lsak, 1-iyun ekan. Qani. Ma'qulmi? Narxlarni o'zgartirganda o'zi o'zgaraveradi. Hozir men taxminiylar qilaman. Va bizga hozir bu yerda bitta narsani qilamiz. Azizlar, biz mana yerda 0 ko'rsatmaydigan qilib yubormabmiz. Format chisli red bo'lsa, qarzdorlikka kelsak, bunda haligi qiyshiq redimiz. Teskari red. Ana qizarib turganlar bizni qarzimiz. Qorayib qolsa bizga qarz. Endi qaranglar. Buni sizlarga yoqadimi, yoqmaydimi bilmayman. Lekin ma'lumotni mashinga kirgizib olib boriladigan bo'lsa, bitta kontrol bilan pastga tushsa bo'ladi. Ma'lumotni olib borilsa, mana bu yerdan tayyor aktivga qilsangiz bo'ladi. Shunday Ctrl P deb bosasiz, klientlaringizga pechat beraverasizda, bir nechta list bo'lib ketsa ham. Manalarni shunday qilamiz. Strok stolpsi enter. Ana. Yaxshi-ku. Menimcha chiroyli va tushunarli bo'ldi. Yoki boshqa yana biron nima xohlasanglar, aytinglar, harakat qilamiz. Sizlarni xursand qilish uchun. Salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa izohda o'zingizni, fikringizni qoldiring. Sizlarning fikringlar bizga juda qiziq va muhim. Yoqmagan bo'lsa, iminni nimasi yoqmadi? Uni ham qoldiring albatta. Xafa bo'lish yo'q. Biz nabrot xursand bo'lamiz. Обратный связь berganinglar uchun. Mana endi tayyorgina aksverkalarni qilib yurilaveradi. Omborda ham shuna qilsa bo'ladi. Omborga ham vaqt qilamiz. Endi chiroyli tablitsa qilib qo'yiladi.